Xo'p, ko'p insonlardan bizga savollar bo'lib qoladi. O'sha savollarda onkologik kasalliklarda qanday giyohlar tavsiya qilasiz deb. Mana men hozir 20 ta giyohni sizlarga tavsiya qila olaman. Bu giyohlar mana shu har qanday saraton kasalligini birinchi bosqichda bo'ladimi, 2, 3, 4-bosqichdami o'shalarni berganmiz, odamlarga tavsiya qilganmiz. Shu foydasini sezib, davosini topib 100% tuzalib ketganlar ham bor. Endi ta'sir qilmaganlari ham bor. Endi bizlar ham boshqa shifokorlar ham qo'lidan kelgancha harakat qiladi. Ayniqsa mana shu o'sma kasalliklari. Demak, boshlaymiz. Birinchi bu kavrak yelimi. Kavrak yelimi har qanday saraton kasalligini boshlang'ich davri bo'ladimi, oxirgi davridami berilaveradi. Buni miqdori juda ham oz bo'ladi. Demak, birinchisi boshladik. Kavrak yelimi, ikkinchisi zafaron, uchinchisi qora sedana yoki o'zi yoki yog'lari. To'rtinchisi ermon yoki ermon shuvoq deb ataladi. Xo'p, beshinchisi zirk. Zirkni ildizlari yoki qiyomi ham bo'lishi mumkin. Oltinchisi propolis. Yettinchisi erbaho. Sakkizinchisi iyir qora. To'qqizinchisi kristal hindi. 10-si halila. 11-si zarchava. 12-si bayon qiyomi. 13-si sariqbosh, ya'ni bo'ymadaron deyiladi. 14-si tuya suti. Ba'zilar tuya sutiga tuyani peshobini ham aralashtirib iste'mol qilishni tavsiya qiladi. Endi men bu narsa haqida hech narsa ayta olmayman. Agar o'sha oxirgi darajaga kelib qolgan bo'lsa, tuya suti bilan birga peshobini iste'mol qilishni holatni ko'rib chiqib boshqa iloji qolmaganda tavsiya etiladi. 15-si rastaropsha, 16-si qoqib o'ti, 17-si mumyo, toshdan chiqadigan toza haqiqiy Tojikiston mumyosi bo'lsa yana ham yaxshi bo'ladi. 18-si suleyma, 19-si ilon zahri va 20-si baqa talqoni. Shu 19-si ilon zahri haqida aytmoqchiman. Ilon zahri bo'yicha O'zbekistonda mutaxassislar juda ham oz. Ilon zahri bo'yicha eng yaxshi mutaxassislarimizdan, eski katta tabiblarimizdan Alisher aka Yormatov borlar va kishining o'g'illari Nurbek tabib borlar. Mana bu kishilar morboz, bular haqiqiy o'zim ham borib ko'rganman, suhbatlarini olganman. Juda ko'p bemorlarga tavsiya ham qilganmiz, natijalar juda ham yaxshi bo'lgan. Ilon zahridan foydalanish yoki baqa talqonidan iste'mol qilish haqida gap ketganda ba'zilar bu harom, mumkin emas, musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi, haromda shifo yo'q degan gaplarni aytishadi. Men u halol harom haqida hech narsa ayta olmayman. Men uchun insonning salomatligi birinchi o'rinda turadi. U keyingi masalalar keyin ham ko'rilaveradi. Buni albatta kerakli mutaxassislar bilan maslahatlashib, mana shu aytilgan giyohlarni va aytilgan tavsiyalarni iste'mol qilishlaringizni o'sha doktorlarning, onkologlarning olib borayotgan davolash jarayonlari bilan birga qo'shimcha tarzda olib borishingizni tavsiya qilaman. Mana bundan hech kim hech qanaqangi zarar ko'rmaydi, faqat foyda qiladi. Bundan masalan o'zim ham bir nechta kasallarga berganman, mana shularni tavsiya qilganman. Allohga shukr, barchalari yaxshi bo'lib ketganlar. Davo topmaganlari ham bor. Endi bu haqida men hech narsa ayta olmayman. Bu onkologik kasalliklar juda ham og'ir. Juda ham buni ertaroq vaqtida harakat qilinmasa, oqibati yomon bo'lishi mumkin. Shuning uchun tez-tez diagnostika markazlariga borib, o'zingizni tekshirtirib, diagnozlardan o'tib turganingiz o'zingiz uchun foydali. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.